Alloh beradiganini hech kim to'smaydi. Mana shuni o'qigan bir inson, men Alloh agar xohlamasam qanday qilib menga rizqni beradi? Men Allohning rizqini olmayman deb sahroga chiqib ketdi. Qani Alloh xohlamasa ham berarmikin? Sahroga chiqib yotyapti. Oftob urgan, issiq bir karvon kelyapti ekan, qarasa hali odam yotib olgan. Karvon boshiga kelib bitasi aytibdiki, bir odam sahroda yotibdi, quyosh uribdi chog'i. Olib kelinglar, yordam beringlar. Mahkam og'zini berkityapti. Og'zi ochilmayapti, suv desa o'lib qoladi, beringlar. Yo'q, og'zini ochmayapsiz deb tishini sindirib og'ziga qo'yinglar. Tishini sindirib og'ziga qo'yganda o'ziga kelib, "Yo Rabbiy, tishimni qoqib bo'lsa ham berasan ekanda rizqimni." Allohni imtihon qilish kerak emas. Alloh beradigan bo'lsa beradi, tishimizni qoqib bo'lsa ham.